Xazinem Tor Til Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarımizga qo'shila olasiz. Türk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibrис va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Güzel minutlarda yana uchrashdik. Men Almira To'xti. Kişilik hayatda kamtar bo'lishni o'rganish kerak. Bir odamda yetarli tarbiya va xosligi bo'lsa, ondan yaxshi bo'lgan mijoz va jasoratga ega bo'ladi. Orzuyingizni qo'g'lashganda boshqalarni o'lcham qilmay, qalbingizdan javob izlang. Turmushda chin ko'nglidan orzu qiladigan va yaxshi ko'radigan ishlar sizning yushurin iqtidoringizni qo'zg'atib, oxirgacha davomlashtiradi. Agar siz doim orzuni qo'g'lash jarayonida o'zingizni yo'qotib qo'ysangiz va yoki kishilik hayotingizni yetarli qaltis emasdek his qilsangiz, undaqda siz diqqat qilishingiz kerak. O'ylab beqing, siz o'zingiz yaxshi ko'rmaydigan xizmatni qilsangiz, o'zingiz asla yaxshi ko'rmaydigan odamni so'ysangiz, baxtdan va yoki yaxshi natijadan qandaqmi so'z ochqili bo'lsin, hayotlikning mohiyati bo'lsa izchil ilgirlash. Siz hayotga qandaq tavsiya bilan muomala qilasiz? Ana, hayotni sizga shundoq muomala qiladi. Bugunni yaxshi qadrlaganda ondan texmi yaxshi atiga erishgili bo'ladi. Yashashning cho'ng'ishiga ergishib, tajribalar bargan sir mo'llashadi. Halbuki hayotlik po'raklab ichilishga muvofiq paytda kishilar to'pi arsida parlab turishmi? Mana bu bir xil go'zal ish. Albatta, ko'p sonli kishilar butun kuchi bilan terishadi. Yana bir oz qism kishilar bor. Olg'a ilgirlamaydi. Hatto yashash sababini topolmaydi. Buning ichida eng tubki sabab dal muhabbatning kamchil bo'lishidir. Qalbida muhabbat bo'lmasa, o kishi umidni yo'qotadi. Esingizda bo'lsin, o'zingizni texnik qudrat topqizgandala, ondan hayotingizni po'raklab ichildira olasiz. Shuning uchun davomli tirishing.